Haqqoniy axborot adolat keltiruvchi yo'lning boshlanishidir. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Muqaddas Shakirova. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Imtiyoz va imkoniyatlar. 17 qadamdan 8 qadamga, ya'ni 2 baravarga qisqartirilishga erishildi. Muammolarga yechim berildimi? Muammolarni eshitildi, takliflar eshitildi. Respublika yo'llanmasi kimga nasib etdi? Ochiq sharbat bizniki, juda ham hayajondamiz. Yarim asrlik an'ana. Bayramlarni biz nafaqat Namangan shahrida, balki turizmga ixtisoslashgan hududlarda ham o'tkazishni biz maqsad qilib olganmiz. Endi shu va boshqa lavhalarning tafsilotiga o'tamiz. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bu iqtisodiy barqarorlik va mahalliy rivojlanishning muhim asosi. Shu bois davlatimiz tomonidan tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar, amaliy yordam va muammolarga o'z joyida yechim topishga katta e'tibor qaratilmoqda. Namangan viloyati bojxona boshqarmasida tashkil etilgan uchrashuvda tadbirkorlar va viloyat hokimi ishtirokidagi muloqot qanday o'tdi? Yechim kutayotgan masalalar yuzasidan qanday takliflar bildirildi? Shu savollarga ilk lavhamizda javob olasiz. Mamlakatimizda iqtisodiy faoliyatni liberallashtirish, eksport salohiyatini oshirish va mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada bojxona sohasida ham bir qator keng qamrovli islohotlar amalga oshirilgan. Jumladan sarmoyaviy muhitni yaxshilash, ishbilarmonlik faoliyati uchun qulay sharoit yaratish borasida samarali chora-tadbirlar ko'rilgan. O'tgan yil davomida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bojxona to'lovlaridan berilgan imtiyozlar qariyb 636 milliard so'mni tashkil qilgan. Bundan tashqari eksportda 94%, importda esa 63% tovarlar soddalashtirilgan tartibda, ya'ni bojxona ko'rigisiz faqatgina hujjatli tekshiruv asosida rasmiylashtirish tartibi qo'llanilgan. O'tkazilgan videoselektorda shu kabi islohotlar haqida ma'lumotlar berildi. Joriy yilning yanvar-mart oylarida Namangan viloyatida amalga oshirilgan import hajmi qariyb 125 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 9% ga kamayganini anglatadi. 2025-yil 25-mart kuni Prezidentimizning 57-sonli farmonlari tasdiqlandi. Ushbu farmon bilan bojxona hududida qayta ishlash rejimida yuk deklaratsiyalarini soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish imkonini beruvchi tolling operatsiyalar moduli yaratildi. Bunda tovarlarni bojxona hududida qayta ishlash protseduralari soddalashtirilib, 17 qadamdan 8 qadamga, ya'ni 2 baravarga qisqartirilishga erishildi. Kunning ikkinchi yarmida esa viloyat hokimi ishtirokida xorijiy investor hamda mahalliy tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Unda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Mavjud muammolar esa atroflicha o'rganilib, ularni bartaraf etish bo'yicha zarur choralar belgilandi. Biz Uchqo'rg'ondagi loyihamiz orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, farel baliqlarini yetishtirish, xorijga eksport qilishni maqsad qilganmiz. Bugun viloyat hokimi bilan uchrashuvda bu boradagi ishlarimizni tezroq hal etishda ko'mak so'rab murojaat qildik. Eshitgan ijobiy javob bizni quvontirdi. Hokim men o'zim loyihangizni ishga tushishiga yordam beraman deganlarda juda xursand bo'lib ketdim. Biz boshqa viloyatlarga ham investitsiya kiritganmiz va yangi loyihamizdan umidimiz katta. Muloqot davomida tadbirkorlar tomonidan soliq imtiyozlarini qo'lga kiritishdagi qiyinchiliklar, shuningdek xorijiy korxonalarga berilayotgan imtiyozlar yuzasidan murojaatlar bildirildi. Ko'tarilgan masalalarning ayrimlariga joyida yechim topildi. Vaqt talab etiladiganlari yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Tadbirkorlar bilan tizimli muloqotlar viloyatning boshqa hududlarida ham davom etmoqda. Xususan, Kosonsoy tumanida kichik va o'rta biznes vakillari bilan ochiq suhbat tashkil etildi. Uchrashuvda Namangan viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etib, tadbirkorlarning soliq masalalariga oid murojaat va takliflarini tingladi. Navbatdagi lavhada ushbu muloqot tafsilotlariga nazar tashlaymiz. Mamlakatimizda iqtisodiyot hajmining yarmidan ko'pi sanoat va eksportning 3/1 qismi aynan kichik va o'rta biznes vakillari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mazkur yo'nalishda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar safini yanada kengaytirish, o'z salohiyatlarini to'la ishga solish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida respublikamiz bo'ylab kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirokida ochiq muloqot o'tkazilmoqda.
asfaltga bor misol ozgina 30 million, 40 million. O'sha muammo. Namangan viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Shuhratali Imomov Kosonsoy tumanidagi kichik va o'rta biznes sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida aylanmadan olinadigan soliq, qoldiq tovarlarni qayta kirim qilish, soliq tekshiruvlari yuzasidan bildirilgan savollarga mutaxassislar tomonidan o'z o'rnida javob berildi. Mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz hozirda poyabzal ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Rossiya Federatsiyasiga, Qozog'iston Respublikasiga, Tojikiston Respublikasiga eksport qilamiz. Namangan viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i tadbirkorlar bilan uchrashdilar. Bu yerdagi muammolarni eshitildi, takliflar eshitildi, keraklicha hal qilinadigan masalalar hal qilindi. Bundan tashqari soliq qonunchiligiga 78-yangi qaror bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, tadbirkorlar tomonidan barqarorlik reytingidagi ko'rsatkichlarni yaxshilash choralari, soliq imtiyozlari, xususiy tibbiyot muassasalarini ochish kabi qator dolzarb masalalar ko'tarildi. Bu kabi uchrashuvlar viloyatda tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes muhitini yanada yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimizda iqtisodiyot bilan bir qatorda madaniyat va san'at sohasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa yoshlarning iste'dodini yuzaga chiqarish, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Viloyatimizda ana shunday ezgu maqsadni ko'zlagan Iqtidor maktab ansambli respublika tanlovining hududiy bosqichi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz tanlov tafsilotlari haqida. Alisher Navoiy nomidagi viloyat musiqali drama va komediya teatri erta tongdan tanlovga yig'ilgan 14 ta tuman va shahar jamoalarini bir manzilga yig'di. 6-10 sinf o'quvchilaridan iborat. Jamoa ishtirokchilari soni 8 nafardan oshmagan, bir-biridan mahoratli, havaskor yosh sozanda o'quvchilar tanlovning tuman bosqichidan o'tib, o'zlarining tayyorlab kelgan musiqiy asarlarini viloyat bosqichida hakamlar va tomoshabinlar e'tiboriga havola qildilar. Ochiq rahmat bizniki, juda ham hayajondamiz. Tayyorlab kelgan asarimizni yaxshi qilib ijro qilishga harakat qilamiz. 4 oy 5 oydan beri harakat qilamiz. Hakamlar hayotlari ham haqqoniy ravishda baholashyapti. O'ylaymanki, eng munosib jamoa respublikaga yo'llanmani qo'lga kiritib, viloyatimiz sha'nini himoya qilishga astoydil kurashadi va birinchilikni oladi. Musiqa maktablarida ba'zilari o'qishi mumkin, lekin shular ko'nglidan o'sha san'atga mehr berib, shu o'rganishib, ishtirok etishyapti. Respublikaga yaxshisini, munosibini tanlashga harakat qilamiz. Yangi Namangan tumanidan farzandim orqasidan keldim. Sahnaga farzandim chiqadi, lekin men bu yerda o'tirib his-hayajonimni tasavvur qila olmayman. Qizg'in tusda kechgan tanlov davomida jamoalar hakamlar tomonidan sahna madaniyati, musiqiy sozlarni chalishdagi mahorat va ko'nikmalar belgilangan mezonlar asosida odilona baholanib, hududiy bosqichning g'olib va sovrindorlari aniqlandi. Va'da berganimizdek, o'zimizning jamoamiz bilan viloyat bosqichida ham birinchi faxrli o'rinni egalladik. Bundan-da shiddatliroq tayyorlanib, endi respublika bosqichida ham birinchi o'rinni egallab, bosh sovrin bo'lgan xorijga ta'lim sayohatini qo'lga kiritishga harakat qilamiz. G'olib va sovrindor jamoalar tashkilotchilar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Iqtidor maktab ansambli tanlovining respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan Navro'z jamoasiga davomiy omad tilaymiz. Namanganda ilk bor yarim asr vaqtdan avvalroq boshlangan oddiy gul ko'rgazmasi bugun o'z nomi va nufuzi bilan butun dunyoga tanilgan xalqaro festivalga aylandi. Bu yil 64-marotaba tashkil etilayotgan ushbu festival nafaqat gullarning, balki namanganliklar mehnati, didi va mehmondo'stligining yorqin ifodasidir. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik doirasida shahar ko'chalari, xiyobonlar, bog'lar, tashkilot va idoralar atrofi gullar, manzarali daraxtlar bilan bezatilmoqda. Shaharga tumanlardan kirish qismlariga ham ramziy gullar darvozalari tashkil etish bo'yicha 10 mingga yaqin gulchi va obodonlashtirish xodimlari tinimsiz mehnat qilmoqdalar. O'tgan yilgilardan farqli o'laroq bu yil 100 million dona tub gul va manzarali daraxtlar ko'chalar, xiyobonlar atrofiga tuvaklarda emas, aynan yerlarga o'tkazilmoqda. Xiyobon chetlariga kataramtus, begoma, salviya hamma gullarimizdan tashkil topgan mavsumiy gullar hammasi. 50 turdan ortiq golland nomli mahalliylashtirilgan mavsumiy gul ko'chatining ishlarida
boshlandi. Gul ko'chatlarini ekishlarga 750 nafardan ortiq ishchilar jalb qilingan. 10 ming donadan ortiq atirgul ko'chatlari hamda 1,5 ming dona manzarali bitta simon ko'chatlarni ekilgan. Gul kompozitsiyalarini yaratishda 60% xorijdan keltirilgan urug'lardan foydalanilayotgan bo'lsa, mahalliy gulchilar tomonidan yetishtirilgan 100 ga yaqin gul turlari hisobidan qolgan 40% qoplanmoqda. Xalqaro festival madaniy tadbir bo'libgina qolmay, viloyatning iqtisodiy va turizm sohalariga ham salmoqli hissa qo'shadi. Bayramlarni biz nafaqat Namangan shahrida, balki turizmga ixtisoslashgan hududlarda ham o'tkazishni biz maqsad qilib olganmiz. Birgina misol mana Yangiqo'rg'on tumani Nanay qishlog'i, Aqskin diyorida Uchqo'rg'on tumanida Qulupnay saylimiz bo'lib o'tadi. Shu kabi juda ko'plab tadbirlarimiz bo'lib o'tadi. Namangan viloyatida bugun 11 ming o'ringa ega bo'lgan 634 ta joylashtirish vositalarini xizmat qilib ko'rsatmoqda. Bugungi kunda xonadonlarda ham oilaviy mehmon uylar tashkil qilinadi. Sayyohlarga qulay transport, raqamlashtirilgan shahar xaritalari, bepul Wi-Fi hududlari, milliy dizaynda jihozlangan ovqatlanish shoxobchalari, qulay avtoturargohlar va boshqa imkoniyatlar yaratilmoqda. 40 kun davomida o'zbek va jahon estrada yulduzlari ishtirokidagi gala konsertlar, xalqaro ilmiy konferensiyalar, ijod kechalari, dron show, modalar haftaligi va sport musobaqalari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumoti bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. O'zingizni asrang, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.